Mani qizim o'smir yoshda, 13 yoshda, shu busi o'tganlardan keyin tushkunlikka tushib qolgan. Keyin maktabida ozgina shu bullying bo'lgan. Hozir ham baribir hali oxirigacha tushkunlikdan chiqib keta olmagan. Shuning uchun nima maslahat berasiz? Busi o'tganlarga qancha vaqt 5 yil bo'ldi. 5 yil. 5 yil oldin qayerda edi? Busi bilan birga yashagan bitta uyda, bitta xonada. Siz bilan, ota-onasi bilanchi? Yo'q, biz alohida yashagan. Alohida bo'lishgan. Shunda 5 yil busi bilan yo'q, 2 yil yashagan busi bilan alohida. Bizasiz, biz endi har kun ko'rib turgan, alohida u bilan. Sizlarni har kun ko'rib turgan, faqat kechasi. Kechasi. Kun bo'yi ko'rmagan. Yo'q, kun bo'yi yoki завтракda yoki ujinga ko'rgan. Boshqa muloqotda ko'proq busi bilan yashagan. Busi bilan отношениясida sizga nisbatan u bilan busi bilan yaxshimi yoki siz bilan yaxshi bo'lganmi o'sha paytda? Endi ikkalamiz bilan yaxshi edi, ko'proq bari yaqinroq busi bilan bo'lgan. Busi bilan ishda bo'lgandan ertaga kechgacha. Hop, farzandingizda o'sha paytda siz aytayotgan muammolar bo'lmaganmi? Yo'q. Qanaqa bo'lgan holat? Yo'q, faqat maktabga chiqqanida ozgina bolalar bilan birga kelisha olmagan, bolalarga qo'shilib keta olmagan. Faqat o'shanda shu 1-sinfga chiqqanda ozgina muammo bo'lgan. Boshqa payt unaqa bo'lmagan. 1-sinfga chiqayotganda qiynalganmi? O'z bolalar bilanda, o'zining tengdoshlari bilan munosabati qiyinroq bo'lgan. Qiynalgan. Qizlar bilanmi, o'g'il bolalar bilan? Hamma bilan. Farqi yo'qda. Hop, yana kim bilan yashagan? Buvisi, dadasi va yo'q, buvisi, o'zi, akasi. Akasi bilan. Akasi bilan munosabati qanaqa bo'lgan? Shukam buvisi bilan yashayotganda bahslashgan. Ko'proq u ustunga yetib keladimi akasidan? Yo'q, akasidan priznание kutadi ko'proq. O'sha paytda buvisi akasini oldini olganmi yoki yo'q qizingizni? Qizimni yonidan olgan. Demak, qizingizda защита bo'lgan. Kim tomonidan? Buvisi tomonidan. Endi hozir mana olamdan o'tganlardagi u защищенный emasda, o'zini his qilyapti. U o'zi защищенный his qilish kerak, o'zini ayol kishi tomonidan emas, erkak kishi tomonidan his qilish kerak. Otasi tomonidan himoyani his qilish kerak, защищенный his qilish kerak. Ayol kishi faqat erkakka himoya qiladi, ayol kishini-da. Ayol kishi uchun birinchi erkagi uni otasi hisoblanadi. Otasi uni kun bo'yi ko'rmagandan keyin, u bilan muloqot bo'lmagandan keyin, u akasi bilan ko'proq muloqot bo'lganda, lekin akasi bilan отношенияsi yaxshi bo'lmagani uchun, akasi bilan ziddiyatda bo'lgani uchun uni himoya qiladigan insoni buvisi bo'lgan. Buvisini yoniga olgan, buvisi himoya qilgan. Buvisi ustun kelgan akasiga. Ya'ni bu o'tgandan keyin u o'zini himoyasiz qildi. Endi konkurensiya hisoblanadi. Unga kim bilan yolg'iz qoldi? Akasiga. Akasiga yolg'iz qoldi. Endi unda ziddiyat yana ham kuchaydi. Ichki ziddiyat. Ichida urushuradi. Akasi bilan ichida urushadi, tashqarisida akasiga aytolmaydi, boshqa bolalar bilan urushadi. Boshqa bolalar bilan ziddiyatga boradi. Buning uchun nima qilish kerak? Birinchi o'rinda ota bilan munosabatni yaxshilash kerak. Ota uni himoyasiga olish kerak. Ota uni haq erkagi sifatida himoya qilish kerak. Borligini his qildirish kerak. Qizim deb erkalab, men seni yaxshi ko'raman, sen himoyamdasan, qizishishini his qilish kerak-da qiz bola. Akasi ham, akasi bilan ham xuddi shunaqa akasiga tavsiya berishingiz kerak, что bu seni hozir o'zini yolg'iz his qilyapti. Sen unga mehribon bo'lishing kerak, sen unga yaxshi gapirishing kerak. Mayli u nima bo'lsa, nima desa ham, senga yomon gap gapirsa ham, birpas ozgina chidab tur, mana shu holatdan o'tib olgungacha. Depressiya holatidan o'tib olgancha akasi bilan munosabati yaxshilansa, uydagi erkakga otasi bilan munosabatini yaxshilansa, qiz bola o'zida himoyani his qilishni boshlaydi. Erkaklarga ishonishni boshlaydi. Erkaklarga ishonishni boshlagandan keyin keyinchalik turmushga chiqqanda ham erkaklarga bemalol ishona oladi. Yo'masam agar mana shu holatga ketsa, turmushga chiqqanda yoki turmushga chiqishi qiyinlashadi, yoki turmushga chiqishni xohlamaydi, yoki chiqsa ham o'zini past ko'radigan mas'uliyatsiz erkak bilan turmush qurishni ongsiz xohlaydi. Chunki undan ustun kelishni xohlaydi-da. Konfliktga borish kerak. Chunki har bitta insonning miyasida opt bor. Optida bola, qiz akasi bilan urushib yurganmi, konkurensiyaga borib yurgan, ziddiyatlar bo'lganmi, bu opti bunda tajribasi bor.
u turmushga chiqqanda sog'lom, yaxshi munosabat quradigan erkak bilan yasholmaydi. Chunki buni optada yo'q. U miya qarshilik qiladi. Chunki bu menga begona, konflikt chiqarish kerak deydi. Miya neosознанно er bilan konflikt chiqarishni boshlaydi. Erkakdan ayb qidirishni boshlaydi. Erkakdan kamchiliklarni topishni boshlaydi-da, uni yerga urishni boshlaydi. Chunki uni optada faqat shu bor. Shuning uchun uni hayotida keyinchalik turmushiga yaxshi erkakni o'zi bilan hayotida olib kirish uchun birinchi hozirgi hayotida erkaklari uni akasi, otasi o'sha munosabatni yaxshilash kerak. Yana bitta har bitta munosabatda ona muhim o'rin egallaydi. Erkak kishi rivojlanishga, ishiga, karyerasiga ta'sir qilsa, ona ayol kishi bo'lsa, uni munosabatlariga ta'sir qiladi. Ya'ni ona bilan munosabat butun olam bilan munosabatga qaraydi. Siz bilan munosabatda sizdan ziddiyat bo'lsa, boshqalar bilan ham ziddiyatda bo'ladi. Lekin yoshligida u sizni ko'rmagan, buvisini ideal ko'rgan, buvisi bilan отношенияsi yaxshi bo'lgani uchun butun olam bilan отношенияsi, ayollar bilan ayniqsa отношенияsi yaxshi bo'ladi. Chunki u ayollarga ishonch bor, lekin idealidagi ayolni qidiraveradi. Buvisidagi qaynonani qidiraveradi. Buvisidagi qaynonani qidiraveradi. Shuning uchun unga birinchi o'rinda ishlashimiz kerak bo'ladi. Hozir mana shu buvi hozir o'tdilar, yo'qlar, lekin mana bu holatdan chiqarishga kerak bo'ladi. Uzilish kerak, emotsional uzilish kerak bo'ladi. Emotsional bog'liq. Qachonki ular bilan emotsional uzilgandan keyin, siz bilan отношения xuddi buvisidagi qo'yib olgandan keyin, bu yerda akasi, adasi bilan отношения yaxshilangandan keyin qizingiz holati yaxshilanadi. Kelajakka ham yaxshi ta'sir qiladi. Endi Bugun o'sha asosiysi shuda, faqat qiynayotgan. O'zaro endi o'sha faqat ishonch. Siz ishonch bildirib turishingiz kerak, поддержка qilib turishingiz kerak. Men senga ishonaman, seni qo'lingdan keladi, uddalaysan. unga og'ir unaqa O'zi vaqt ko'rsatadi, o'zi tayyor bo'ladi, o'shani olib tashlashga. O'zi qaror qabul qilish kerak uni. Agar siz u rasmni olib tashlaydigan yo'q, olib tashlash niyatim yo'q, endi просто balkim olib tashlash to'g'rimikan deb o'ylab yo'q, hozir olmang. Просто u bilan ishlangandan keyin bo'lsa, uni har doim rasmsiz ham ko'rib his qilib turganini bilgandan keyingina o'zi tayyor bo'ladi. Bo'lsin o'rnini bosuvchi inson hozir yo'q hayotida. Shunaqa чувствовать qiladi o'zini. Siz u uchun begonasiz. Kichkina zastrad qilib qoladi har bitta bola. O'zini maza qilgan, xotirjam his qilgan davrida zastrad qilib qoladi-da. Masalan, buvisi uni aytganini qanday qildirardilar? Qanday qilardilar? Aytgani, yig'laganda aytganini qilib berarmidilar yoki arazlab olsa, "Voy, bolam" deb aytganini qilarmidilar. U ham sizga yoki atrofdagilarga yig'lab, arazlab aytganini qildiradi. Shu bizga qildirmagan edi shunaqa. Yo'q, hozir shunaqa yig'lab arazlolmaydi, to'g'rimi? Sizlarga hozir to'g'risini men unaqa qilmaganman-da, arazlab bunaqalarni ko'tara olmayman. To'g'ri gaplashib o'rgatganman. Abusi uni eshitganlar. Bu erkak bo'lgan. Arazlashini ham ko'targanlar, erkalaganlar. O'sha endi bu boshqa odam, men boshqa odamligimni tushuntirib berish kerak, ona. Siz tomondan. Buni hamma inson xarakteri bor, uni xarakteri shunaqa inson, shunaqa og'ir, hamma gaplarni ko'taradigan, bolani erkakligini ko'taradigan. Va men hozir unaqa holatda emasman. Masalan, sen katta bo'lding, endi yosh qizmassan degani tushuntirib berish kerak. Buni barobar psixolog bilan birga qilish kerak bo'ladi. Bu yoqdan baravar ishlanganda, u yoqda siz u munosabatni qo'yib bersangiz, shunda hammasi yaxshi bo'ladi.